mani kechirginam deyman, seni shunaqa dunyoga keltirganman, mani kecha shunaqa bo'lishini xohlamadim deyman. Yomon ona bo'ldimmi, nimaga farzandim shunaqa tug'ildi, nima ayb ish qildim. Sabr qil qizim, Alloh bekorga bermagan, shu dardni yaxshi ko'rgan. Ana qiziga suygan bandasiga beradi. Sabr qil, yaxshi bo'lib ketasan. Просто men bu narsalarni hammasini aytgim kelmadi. Ichi yaxshi kelmaydi. Haftalab kelmaydi-da, shu qiyshayganning hisobiga. Hammaga o'xshab yaxshi ovqat yemaydi, mazza qilib, kam yeydi, tez. Chunki hazm bo'lmaydi ovqatdan. Umurtqasi to'g'rilansa, sal bo'lsa ham o'ziga yengillik, o'zini g'ovdasini o'zi tikka ko'tarib o'tiradi. Yugurib chopqillab ketmasa ham, kelajakda xudo xolasa xassida bo'lsa ham, qo'polroq ketganda o'zini hojatiga o'zi borib keladi, birovga muhtoj bo'lmaydi. O'sha chidolmayman rostdan, hammalardan men iltimos qilib so'rayman, iltimos qilaman. Xonandalar, aktrisalar, blogerlar hamma bu videoni istoriya qo'yib bering. Iltimos qilaman, bu qizga yordam berishga siz ham o'z hissingizni qo'shing. Gulhayo singlimizni ko'rishingiz mumkin, umurtqalari qiyshiq. Biz Turkiyaga ketishimiz kerak. 15-fevral kuni biz uchishimiz kerak. 15, 16, 17 fevral kuni operatsiya qilishimiz kerak bu qizcha. Ya'ni $20,000 pul kerak. Biz bilaman, bu katta summa. Agarda ko'rayotganingizda shu insonlarga rahmingiz kelsa, ehson qilib qo'ying. Biz hozir $20,000 yaqin pul yig'ishimiz kerak.